Ko'pchilik ustalar atachinto qo'shganda suyuq qilib taxlayapti. Shuning evaziga devorda defekt paydo bo'lyapti. Atachintoni har doim quyuq taxlash kerak. Quyuq taxlamasa iz bo'lib qolish ehtimoli juda ham katta bo'ladi. Men hozir shuni sabablarini sanab, foydali video bo'lish uchun qo'yib ketaman. Jemchukli lak bu hozir. Endi biz atachinto qo'shamiz, barxitniydan. Atachintoni quyuqlik darajasi mana shunday bo'lishi kerak. Bundan ham quyuq bo'lsa bo'ladi, lekin hech qachon bu narsa iz qoldirmaydi. Devorni charxlagandan keyin har doim devor yuvilishi shart. Yuvilmasa lak bilan chang qorishib ketadi. Devorga atachinto o'tishdan oldin har doim mana shunaqa bir sloy lak urilgan bo'lishi shart. Lak urilmasa devorda atachinto izi bo'lib qoladi. Atachinto o'tiladigan valilaringiz har doim sifatli bo'lishi kerak va mana bunaqa patli bo'lishi kerak. Agar sifatsiz valida o'tagan bo'lsangiz, iz qoldirish ehtimoli juda ham katta bo'ladi. Mana shu valiga ham juda ham katta rol o'ynaydi. Bismillah deb boshlaydi atachinto o'tishda. Mana bu holat atachintomizda tayyor holati. Mana bu travertin ustida berilgan ko'rsatmalarni to'g'ri olib borsangiz, sizlarning devorlaringiz mana shunaqa yaltirab chiroyli chiqadi. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham zo'r.